Assalomu alaykum akalar, mana bitta akamiz endi 1.20 zakaz qildi. Oldin qaydadir sotib olgan ekan 1.20 san. Bizga 1.20 sadan qilib bering deydi. Faqat bespardon 520 mingdan qilib beryapmiz. Mana hozir turbalarning farqini ko'rsataman. Olingiz. Mana akamizning lisasining turbasi. Diametr. O'zingiz ko'ring. 1 santimetr ochiq qolyapti. Desalarda kelar narxda farqi bo'lishi bu turbalarning aylana diametrida, keyin turba qalin yuqorligida bo'ladi. Minusovoy bo'ladi. 1.7sini 1.6,5ligi bo'ladi. Keyin buni belvoqlariga aralashtirishadi 1.5. O'shining hisobiga narxi arzonlaveradi. Qancha desa sifatsiz bo'lsa arzonlaveradi.